Namangan viloyati Norin tumani Haqlobodga kelganmiz. Mana norasida go'daklar ko'rib turibsizlar. Ularni otasi tashlab ketgan. Onasi hozir 3-farzandiga homilador. Kesera bo'lish kerak. Shunga o'zi ham hozir videoda gapirib tanishtirib o'tadi vaziyatni, nimalar kerak. Kadrda videoni oxirigacha ko'ringlar, hamma ma'lumotlar sizlarga to'liq tushuntirib o'tamiz. Assalomu alaykum azizlar. Sizlardan iltimos qilaman. Mana hozirda akademik litsey yotoqxonasida 5 yildan beri uy-joyim yo'q, qiynalgan sharoit og'ir joyda 2 nafar farzandim bilan yolg'iz yashayapman. Hozirda homiladorman. Bu yotoqxonani ham ta'mirtalab bo'shatyapti. Borar joyim yo'q. Xudo xohlasa avgust oyi ko'payishamiz. Xo'jayinim tashlab ketgan 2 nafar farzandim bilan yaqinda homilador bo'lganimdan keyin borar joyim yo'q. Iltimos menga yordam qilinglar, farzandlarimga, bizga rahmingiz kelsin. Qo'ldan kelgancha yordam qiling. Bir umr duo qilaman. Alloh rozi bo'lsin yordam qilganlarga. Vaziyatni qisqacha qilib tushuntirsam, bu insonda ehtiyoji bo'lgan narsalar. Birinchisi bu doimiy yashagan uy, vaqtinchalik emas, doimiyga bir xona bo'lsa ham, kimning imkoni bo'lsa, ekranda raqamga murojaat qilib yordamlarini taklif qilsalaring bo'ladi. Keyingisi 2 farzand kesarva yo'li bilan tug'ilgan, uchinchisi ham kesarva yo'li bilan tug'iladi. 5 yoki 6 oylik homilador va operatsiyadan keyingi va yashab turishlik uchun mablag' kerak. Shu mablag'larni so'rab xalqqa murojaat qilyapti. Turmush o'rtog'i bo'lsa, ichkilikka berilib qolgan. Bu ayol o'zi yolg'iz, bu farzandlarini katta qilyapti va hozirgi kadrda ko'rib turganlaringdek yashayotgan ahvoli ham juda ham og'ir. Qaysidir bir akademik litseyni eski yotoqxonasida juda ham zak joylar, cho'milishga imkoniyat yo'q, hatto ichimlik suvi ham yo'q, u ham toshiladi. Qishda bo'lsa juda ham sovuq. Videoni ko'rib turganlar bee'tibor bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Ekranda ko'rinib turgan shu karta raqamlar shu insonning o'ziga tegishli.